Angliskiya deyaptilar. Ular o'shaga. Sotasanmi? Sotishga olib kelganmisan? Mana qara. 20 so'm. Sotishga ha? Jas sotishga olib keldingmi? Ot minik pul saniki. 2,5 bo'ldi. Bor aka. Men berib yuboraman. Yo'q. Yo, sot. Sot dedim. Soting anasini yapsan. Bitta yashar 5000 so'ramiz zoti Ganover. Ganover. Bunaqalar kamroq tushadi bozorga. Bo'yi nechi? Bo'yi 170 170 plus, baland ekan. Ganover. Yoshi nechi deydi? 7 yashar. Pasporti bormi? Pasporti yo'q. Telefon raqami aytib berasiz? 90lik 029 77 17. 90lik 029 77 17. Rahmat. Ganover. Quloq chiqar. Böyle daraki 20 şundan böyle. Pulu salavat. Siz ko'rib turibsiz, berganim yo'q, da. Qo'yib so'rasizlar. Menga ber shu otog'onga shuni. Xo'p, shuna duosini ol. Mana bular ko'rmadik. Siz ustida Hayır. Ber. Yoshimga yetib chorva bo'lib ot minib ber. Qo'yib so'rang o'rga. Qo'yishini. Qo'y. Unaqa ish qilmay. Odamni qochirmagi zoir sanchilik bilan qaysi? Qancha? 23 million. Baraka zoir. Sanchilikdan sotdim. Siz ayting. Xo'p, ma, bu narsa deyman. Zoir. Ber. Bu odamlar ham Zoir. Indamay ketib qoldi ular. Aylatdimi? yo'q. Bir so'raysan o'zlari keladi. Yo'q, indamay ketyapti ular. Yo'q, foydasi yo'q. Men berib yuboraman. Yo'q. Qo'y so'ra. Bering pulni ber, naqd pul boshqacha bo'ladi. Naqd pul boshqacha. Qashqariga bo'lyapti. Hozir noto'g'ri bo'lmaydi, ber qara. yoshga to'g'ri olmaydi. Ber qaraga. Qo'yib so'rang berang. Qo'y. Menga bering pulni. Yo'q, mana Ha, baraka hozir bo'ldi. Menga bering pulni. rozi bo'l berma. Yosh katta odam anaqa qiladi. 23 million. Chiroyli ekan. 165 plus xudo xolasa, kichkina emas. Atrofida 10 yashar deyishyapti. Necha yashar? Necha yashar? To'rt. Puli. To'rt yashar 55 million. 165 lar bor. Barakasini bersa 12 million bo'pti. Necha yashar ekan? 2 yashar. To'y. Qora to'y 12 million. 12 million bo'ldi, top. 12 million. 12 million top. Barakasini bersin. Necha yashar? Qatta oti. Parkent oti 6 yashar. 160 lar bo'yi. Puli qancha? 35 million. Kami bor. Bermaganingiz bo'ldimi? 24 million berilmadi. Uloqqa kirgan? Ulog'i bor deyaptilar. Parkent oti ekan. Telefon raqami qo'yamizmi? 99 887 48 41 qo'ng'iroq qilasizlar. Sal turmismi 18,5 gacha olib berdi o'zi buni. Menga 19 gacha berib yuborgan. Yana yurasiz qada, yana. Necha pul bo'ldi? 18 mi? Masha? Necha yashar aka?
6 yaşar. 18 million 6 yashar. Ha, To'ytepani oti. To'ytepani oti. degan odam mana shu. Va raso. Barakasi bo'lsin. 1.55. Biz qo'shib o'rgatganmiz. 18 million. Hozir Oktyabrdan bir ko'chinglar. Oktyabrdan chiqadi. Necha yashar edi? 5 yash. 27 Ha, 25 million. 25 million 700. Bu 60 65. 5 yashar. Sakkiz yashar ha? Bo'yi? 1.70 atrofida. 8 yashar. Qayerdan kelgan oldi? Qirg'iziston. Tavrolari ham bor otlar, Qirg'izistondan kelgan. Ha, 17 mi? Maşallah. Puli qanchaga? 3 ming ozgina kami bor otlar. Kelishadigan joy bor, kichkina ot emas. Telefon raqami aytamiz. 99lik 393 44 48. Mana. Aka. So'da bir paslik so'da. Baland o'tagan 1.70 plus 75 atrofida. Soat. Ve oturganga soat. Oye, tarbiyasini o'zim qilib olaman deb. Tarbiyasi. O'ni mehnat ekan. Tarbiyasini o'zim qilib olaman deb. Necha yashar ekan? 4 yosh. 4 yosh. 3200 bo'ldi. Sen soat bo'lsin, soat. Soting baraka topsin soting. Soat darib keldi. Baraka topsin soting. O yo'qni qo'y. Senga soting. Sotishga olib kelganmisan? Sot ukam. Bo'mlar aka. 4 yashar, 1.70 plus. Aka qancha so'rayapsiz o'zingiz? 10 ming so'rayapsiz. 10 ming dollar. To'g'ri yosh. Zot qanaqa? Pulichi? 4 yashar. Sigan bilan abakan chatishgan deyishayotgan ekan, 1.65 lar. Yurg'izdi. 6 ming dollar kami bor dot. Neç bin lira okey. Kimdan ekan bu? Ha, orqangizdagi otlar hozir savdo qilishmoqchi. Sizdan aka. Necha yashar bu? Ve Tyson olib kelgan bu yoqda. 11 yosh bo'ldi. Zot qanaqa? Anglichami? Necha yosh? 11. Olib kelsin. Necha pul? Kelgisi kimda anjom bilan beraman aka. Olib kel. Ana Tyson olib kelgan. To'yibdilar otdan. Anglishka. Olib kelgan. Yomon joy ishlaydigana. Anglishka edi otlar. 11 yashar taxminan 1.60 lar bo'yi. Aka bu 5 chempion bo'lgan ot aka. 5 yil chempion bo'lgan. Nimada? Yugurishda. Ha, konkurda. O'tirgan joyini olasizlar har. Hali to'g'riga aylantirib ko'rsini ko'ring, hali ko'rsini. 5 yil chempion bo'lgan ekan. 5 mingmi? 5 ming so'rayotgan ekanlar. Telefon raqami aytvorasiz? 97 669 40 40 ha. Qaysi? Zoti nima bu? Anglishcha. Aka telefon aytvorasiz. 98lik 125 1551 Aha. 90lik 921 75 67. Qo'ng'iroq qilasizlar. Yiryot so'raganlarga. Rahmat aka. Buni da naqd et. Sana so'rayman, bu aytaveradi bu. 20 milyon mu? Yo betga o'tkazib zo'r Bir bo'ladi. dakika o'tib oling, bir dakika o'tib oling. Quyoshga yuz tushib zo'r bo'ladi. 5 ming dedingiz o'zi? Bir dakika o'tib oling. 5 ming so'radim. 5 ming. Siz neç ming deyapsiz? 20 milyon.
İngilizce ota geldi. Yoshi ham baland ekan-ku. Yoshi necha yashar? 12 yashar ekan. Yoshi 12 yosh. Zoti angliz. Ha 11 yosh ekan. Sotasanmi? Pasport dokumentiga aytib beraman. Bo'ldi. Okey, menga qarang. Bo'ladigan ish qilaylik, biz otni bering, pasportdan dokument olib kelamiz. Mana bob bering. 20 bo'ldi. Unaqalar yurmaydi. Ya bo'lmaydi. Menga qara. Bo'lmaydi. 2000 ga sotasanmi? Ha? Ana. Sen sot bu olsin. Yo'q, unaqalar bilasizmi? Yo, $2000 bo'ldi. Okey, bitta narsa-da. Hozir 2000 qo'y, o'zi 6 million qo'yib yuboribdi ustiga. Indaganim yo'q, to'g'ri. 6 million 2000 ga bersa, sot ol, bobar aka. Menga qarang. Ey, sot. Naqd pulni olasizmi qo'lingizga mana. Men chiqib o'yla, birovga bir narsa berish yo'q mana, bob bering. Men o'zim xursand qilaman, bob bering. Patta-matta hech narsa so'rash yo'q. Bob bering. Okey, bering. Ish bitsin. Ya yoshi ham baland, yoshini hisobga olaylik, okey. Mana shirinchilik bilan okey, naqd pul bo'ldi, bob bering. 2,5 qo'ying, 2,5 qo'ying. Beraman ekan 2,5 qo'ying. Bering. Menga qara. 20 sotishkimi, ha? Jas sotishga olib keldingmi? Sen ham jibdir, agar olsang olding, olmasang ketaverasan. Ot bunik pul saniki. 2,5 bo'ldi. Bobar aka. Voy sot. Sot dedim. Soting anasini. Voy narx keldi. Menga qarang, astoydil bermaysizmi? Bermaysiz astoydil. Pul chiqadi lekin. Mana bob bering. Yo'qmi? Bittasi tursin bo'lmasa.